Latviyadagi muhojirlar uchun Yevropada topgan daromadlarni to'g'ri boshqarish, qonuniy himoya qilish va kelajak uchun poydevor qo'yish san'atidir. Latviya Yevropa ittifoqi va Yevro hudud a'zosi bo'lgani uchun bu yerda moliyaviy intizom juda qat'iy. Avvalo, daromad va xarajatlarni mahalliy narxlarga qarab rejalashtiring. Latviyada yashash xarajati mavsumiy bo'lishi mumkin. Masalan, qishda kommunal to'lovlar sezilarli darajada oshadi. Shu sababli har bir yevroning hisobini yuriting. Do'konga borishdan oldin ro'yxat tuzing. Latviyadagi aksiya, ya'ni chegirmalar belgilariga aldanib, uyga keraksiz buyumlarni to'plamang. Xavfsizlik yostiqchasini yarating. Bu nima degani? Har oylik maoshingizning kamida 10-15%ni zaxira qilib qo'yishni odat qiling. Bu pul Latviyada tibbiy xizmat, stomatologiya kabi qimmat xizmatlar yoki kutilmagan huquqiy masalalar chiqib qolganda sizni qutqarishi mumkin. Agar pulni kartada saqlashga ishonmasangiz, bankning ilovasi orqali Kraykonts, ya'ni jamg'arma hisobini oching. O'zbekistondagi yaqinlaringizga pul yuborishda me'yorni bilganingiz ma'qul. Daromad keltirmaydigan hashamatli buyumlar, oxirgi modeldagi telefonlar yoki kimozlarga to'y hashamlar uchun mablag'ingizni sovurmaslikni tavsiya qilamiz. Bank hisob raqamini ochish yoki boshqarish. Latviyada bank hisob raqami ochish uchun pasport va albatta yashash uchun ruxsatnoma kerak bo'ladi. Pasportning o'zi bilan hisob raqami ochish juda mushkul. Yangi ochilgan kartalarda xavfsizlik maqsadida kundalik pul o'tkazmalariga cheklovlar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Agar sizga kattaroq summani o'tkazish kerak bo'lsa, bank ilovasi yoki filial orqali limitni oshirish mumkin. Buning uchun ba'zan ishxonadan ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Ha aytgancha, bank kartangizni va internet bank ma'lumotlaringizni hech kimga, hatto sizni ishga joylashtirgan agentga ham yoki ish beruvchiga ham aslo bermang. Bu sizning shaxsiy moliyaviy imzoyingizdir. Har oy maosh olganingizda Algas Lapa, ya'ni ish haqi varaqasini talab qiling. U yerda qancha soliq to'langani ko'rsatiladi. Latviyada soliqlarni to'liq to'lash sizga kelgusida bepul tibbiy yordam olish va ishsizlik nafaqasiga da'vo qilish huquqini beradi. Latviyada banklarning, masalan, Swedbank, SEB, Citadel, Luminor kabilarning mobil ilovalari juda mukammal. Bankka borib vaqt sarflamasdan barcha to'lovlarni telefonda bajarishni o'rganing. To'lovlar uchun Smart ID ilovasini o'rnatish eng xavfsiz yo'ldir. O'zbekistonga pul yuborishda faqat rasmiy xalqaro pul o'tkazish tizimlaridan foydalaning. Norasmiy shaxslar orqali qo'ldan qo'lga pul yuborish Latviyada noqonuniy hisoblanishi va hisob raqamingizning muzlatilishiga olib kelishi mumkin. Yodda tuting, boshqa birovning pulini naqdlashtirib berish yoki noma'lum shaxslardan kelgan pulni boshqa hisobga o'tkazib berish taklifiga aslo rozi bo'lmang. Bu Latviyada pul yuvish, ya'ni money laundering jinoyati deb baholanadi va siz bilmasdan jinoyat ishtirokchisiga aylanib, qamoq jazosi yoki deportatsiyaga uchrashingiz mumkin. Yana bir tavsiya. Agar Riga kabi yirik shaharlarda ishlasangiz, jamoat transporti uchun e-talons sotib oling. Oylik chiptalar sotib olish har bir yurish uchun alohida to'lashdan ancha arzonga tushadi. Shuningdek, mobil ilovasini yuklab oling. Bu Latviyada to'xtash joylar, ya'ni parkovka va poyezd chiptalari uchun eng qulay to'lov vositasidir. Qiynalib topgan pulingizni to'g'ri sarflash va qonun doirasida saqlash sizning Latviyadagi osoyishta hayotingiz garovidir. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +998 71 202 33 55 raqamiga murojaat qiling.